Bu Merlin haqida yangi serial. Hammaga salom. Best Kinolar kanali yana sizlar bilan. Bugungi video roligimizda Merlin seriali haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Yaxshilab o'rnashib oling. Men videoni boshladim. Merlin seriali rasman chiqdi, lekin butunlay boshqa aktyorlar bilan. Bu serialda Merlin rolini Tom Sharp o'ynaydi. Serial 2026-yil 22-yanvarda chiqqan. Eski Merlin seriali haqida ozgina ma'lumot berib o'taman va yangi chiqqan Merlin seriali haqida syujet, aktyorlar va boshqa hamma ma'lumotlarni berib o'taman. Ha, Merlin serialining yangi treyleri bor, lekin Merlin serialining davomi emas. Aktyorlar ham boshqacha. Bu mashhur serial 2008-2012-yillar davomida BBC kanalida chiqqan va butun dunyo bo'ylab 180 dan ortiq davlatlarda ko'rsatilgan. Asosiy ma'lumotlar chiqqan yili 2008-2012-yillar davomida efirga uzatilgan va 5 ta fasldan iborat bo'lgan. Jami 65 ta qismdan iborat bo'lgan. Har bir qism 45-50 daqiqa davom etgan. Asosiy aktyorlar Colin Morgan, Bradley James, Katie McGrath, Angel Colby, Anthony Head va Richard Wilson. Syujet haqida ham qisqacha mazmun berib o'taman. Serial Merlin va qirol Artur haqida afsonalar asosida yaratilgan. Hikoyada yosh sehrgar Merlin Camelot qirolligiga keladi. U yerda sehr taqiqlangan, chunki qirol Uther Pendragon sehrgarlarni yo'q qilishga buyurgan. Merlin o'z kuchlarini yashirishga majbur bo'ladi. Keyin u Arturga xizmatkor bo'lib ishlaydi, lekin aslida uning taqdiri Arturga yordam berish va buyuk qirol bo'lishga yordam berish edi. Serial davomida Markana yovuz tomonga o'tadi, ko'plab janglar va sehrgarlar bo'ladi. Oxirida Artur halok bo'ladi. Shu sababli ko'p fanatlar 6 sezon chiqishini kutishgan, lekin rasmiy ravishda 5 ta sezonda tugagan. Yangi chiqqan Merlin seriali. The Pendragon Kills Rest of the Merlin. Bu 2026-yilda chiqqan yangi fantastik serial bo'lib, Merlin haqida afsonalarni boshqacha uslubda qayta hikoya qiladi. Premyera 2026-yil 22-yanvarda bo'lib o'tdi. Barcha qismlar bitta sezon va 7 ta qismdan iborat bo'ladi. Asosiy aktyorlarni ko'rishingiz mumkin. Tom Sharp Merlin rolida, Ross Ray Charles rolida, James Earl Tyles rolida, Miles esa Uther Pendragon rolida. Syujet haqida ham ozgina qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu serial Artur tug'ilishidan oldingi davrni ko'rsatadi. Hikoyada Merlin aslida Antel malikasi Charles va Braidning o'g'li bo'ladi. U yoshligida juda qiyin hayot kechiradi. Britaniya hududida urushlar, bosqinlar boshlanadi. Merlin kelajakda qirolliklarni birlashtirish taqdiriga ega bo'ladi. Bu serial eski Merlin serialining davomi emas, balki boshqacha hikoya va boshqa aktyorlar bilan yangi talqin hisoblanadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu serial ko'rishga arziydimi? Hatto o'zim ham bu serialni ko'rganim yo'q. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. O'z fikrlaringizni va izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishini ham kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha